Rizq Allohdan, birodarlar. Hunarimizdan ham emas, otamizdan ham emas, ishxonamizdan ham emas, shepdan ham emas. Kimdan? Allohdan. Sen tirikmisan? Demak, rizqing bor. Agar rizqing tugagan bo'lsa, o'lasan. Shuning uchun musulmon odam o'zini xor qilmaydi. Rizq topaman deb, shepga, oshnasiga, qo'shnisiga. Meni rizqim Allohning qo'lida. Seni ishxonangda ishlamasam, boshqa yerdan Alloh rizqini yetkazaveradi deydi. Agar iymoni komil bo'lsa, rizqini Allohdan deydi. To'g'rimi? Shef meni haydamang, men нужна эта работа deydi. Menga kerak shu ish deydi. Haydamang deydi. Haydab olsa, 10-etajdan yuboradi.